Andijon jamoasi xavflimi? Albatta xavfli. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston chempionatining 10-tur doirasi ham o'z nihoyasiga yetdi. 10-tur doirasida Paxtakor o'z maydonida Qashqadaryoning Nasaf jamoasi bilan durangga imzo chekkan bo'lsa, Bunyodkor jamoasi o'z maydonida Namanganning Navbahordan ustun keldi. Aytgancha do'stlar, Andijon jamoasi xavflimi? Albatta xavfli, chunki ular o'z o'yinlarini endi ko'rsatib borishmoqda. O'z maydonida Samarqandning Dinamosini qabul qilgan Andijon jamoasi 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchratilgan joyida 10 daqiqaning ichida 2 ta gol urib comeback evaziga g'alabaga erishdi va muxlislarni xursand qilib muhim 3 ochkoga ega bo'lishdi. Maydon tanlamasdan doim g'alabaga erishayotgan Farg'onaning Neftchi klubi Qo'qon maydonida yirik hisobda g'alabaga erishib 3 ochko bilan ortlariga qaytishdi. Xorazm Qizilqum mehmoni bo'ldi. Ular ham nursiz durangga imzo chekkan bo'lsa, Mirjalol Qosimov shogirdlar Lokomotiv ustidan g'alabaga erishishdi. Sog'diyona hamda Surxon o'rtasidagi bahsda Sog'diyonaliklarning qo'li baland keldi. Yirik hisobda g'alabaga erishgan Sog'diyona jamoasi o'z ochkolar soniga yana 3 ochkoni qo'shib qo'yishdi. Shu o'rinda 10-tur ham o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Albatta 11-turda markaziy o'yinlardan biri deb hisoblanayotgan AGMK hamda Neftchi o'rtasidagi bahs ham ajoyib tarzda bo'ladi. Farg'onaliklar AGMK stadionni to'ldirishadi. AGMK muxlislari ham stadionni to'ldirib tashladi. Ikki jamoaga omad tilab qolamiz va barcha jamoalarga omad tilagan holatda bugungi videorolikimizga yakun yasaymiz. Sog' bo'ling. Aytgancha videorolikni ko'rib turgan bo'lsangiz bitta like, bitta kommentariy yozib qo'ying. Albatta mehnatimizga sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa.